Kamera, kino apchiqidan nodir mazmunlarni ko'rib, telefondan beshingizni ko'taramaganda, kutilmagan ishlarga uchraysiz. Tavsiyamiz atrofingizga obdan qarang. Bo'lmasa uqishmaslik tufayli boshqalarga avarchilik deysiz. Komediya shu chaqda boshlandi. Kamera, kino apchiqi. Meydandaki tomoshabin do'stlar, haftalik sahna programmamizning yangi soni orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Men programmamiz orqali sizlar uchun xizmat qilishni o'zimning xushalliqi, baxti, ta'li deb bilib kelayotgan sizlarning riyosatchi do'stinglar Gulshan Mamat Tursun. Rahmat. Programmamiz başlanışdan burun ekran aldidagi ko'rmanlarimizga, shundaqla naq maydondagi tomoshabin do'stlarimizga eng go'zal tilaklarimni tilayman. Har bir kuninglarning shodlik, sog'lik, xushallik ichida o'tishini chin yurakimdan umid qilaman. Albatta, programmamizda sizlarga yaxshi go'zal tilaklarni tilash bilan birga yana isil mazmunlarni o'rinlashtirdik. Bizning bu son programmamizdagi aziz mehmonimiz, suyumli cho'lpinimiz bo'lsa, hammaylar intayin yaxshi ko'radigan, hurmatlaydigan, faxrlanadigan el söygen naqshchi, Xinjiang san'at yurti Muqam ansamblining dаңlıq naqshchisi, shundaqla Muqam varisi Abduqadir Yareli. Qirina bo'lsa Abduqadirning saytimizga tashkilimiz. Marhamat. Abduqadir oldi bilan qimmatli vaqtingizni chiqarib, programmamizga qatnashganingizga minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizga. Rahmat. Abduqadirni tunigandan başlap mana taki hozir qadar bizga bergan ta'siroti bo'lsa, menga bergan shaxsan ta'siroti bo'lsa, bak ig'ir besiq, kam so'z. Men shu doston gaplarni qilsam-mu, bir so'z bilan yoki ikki so'z bilan ham javob berdi. Hozirgacha endi mush xarakteri saqlanib kelyapti deb o'ylayapman, yoki endi sahnalarda ancha-muncha aktyorlik vazifasini o'tayapsiz emasmi? Shuningdan keyin mijozingizda bizda o'zgarish bo'ldimi? Mushu bir ikki so'zning o'rniga bir ikki jumlaga ko'paydimi? Azroq ko'paydi. Azroq ko'paydi mahandim bo'lsa. Unda o'z xotirjam bo'ldim juma bugun paranglarimiz xilichi qayg'udak. Ay unda bo'lsa kichik vaqtlaringizni eslab baqaylimi? Kichik vaqtlaringizdagi shu oilada ota-onangizning bag'rida cho'ng bo'layotgan shu vaqtlaringizdagi sho'xliklaringiz, shu vaqtdagi hamda san'at bilan uchrashgan go'zal minutlar. Mening dadam hamda Yaril Aziz Aqsu viloyatlik Tarim Naqsul Ümiginingki teatr artisti. Çoğun adam bolsa Aqsu viloyatlik Tarim Naqsul Ümigining muzikati, yani g'ajak chaldi. Endi bizning oila hamda shundaq bir san'at oilasi, oilasi bo'lgandan keyin uyda to'xtamay nag'm-navo yangrab turadi-da endi. 6 yosh vaqtim bu deyman 1985-yili shu Aqsu viloyatlik Tarim Naqsul Ümigi tarafidan o'ynalgan Mo'ljartaq tragediyasi deydigan bir daramini o'ynagan hamda. Shu chaqda bir 5 yoshlik bir kichik bolaninki kichik bolaning rolga chiqadigan bir ulab qilib kimni chiqarsak bo'ladi deb shundan uningdan burun men endi o'maklarga chiqib bardiq, endi dadamlar keyinga servilib opirdi. Shundan voy mushu ailening bolasi mush Abduqadir tushdi ekan mush rolga deb shu adaylardan bo'lgan ekan. Mushu bir o'ynab baqsin deb. Keyin angiz u rolga chiqdim men 5 yoshda qolgan rolni cho biroz. Tunç qidim sahnaga chiqqan vaqtingizda. Dadam bekatdim meni o'zi yutlab chiqadigan ko'rinishim bor sahnada. Keyinda yutlab chiqdi sahnaga. Endi shu vaqtlardan tartiblar masalan endi o'mak kirib chiqib yurgandan keyin shu muhit endi artistlarningki shu sahnadagi naqsh urlayotgan, rol elayotgan, muzik chalayotgan butun narsalar endi bizga shu balliq vaqtimizda bir ta'sir ko'rsatganda endi
meni shu boshlang'ich maktabning har qanday bir faoliyati bo'lsa meni oldiga chiqarib qo'ydi. Naqsh Naqsh etsiz. undan keyin lapar o'ynaydi. Lapar o'ynaydi. Undoz kichigingizdan boshlab bilan endi Saniga bilanlar shu saniga chiqib boshlab bo'lganda sahna hayot boshlab bo'lgan. Undan boshqa shu Oqsuv diyorida kichik cho'lpon bo'lib bo'lganda, lekin endi men naqshi bilan xili tunildim dedingiz shu vaqtingizda. Ammo lekin shu vaqtda endi naqsh kasbiga imtihon bermay usulga berib qolibsiz-ku. Men endi shu vaqtimda abay degandek naqshni o'qib qilgan ekan, dadam bir universal tarbiyalaydi. Bu usulchi. Usul kasbida bir o'qita deganda dadamni o'ylab kelgan. Ular usul kasbida qancha o'qidingiz? 2 yil o'qidim. Keyin 3-yillik chiqqan vaqtda maktabda shu dab o'qituvchisiniki kamchil bo'lish sababi bilan meni shu kasbimni o'zgartirib 3-yillik chiqqan chog'da sen dab o'rgan deb shuni 3-yillik chiqqan chog'da meni Asad deb bir o'qituvchim bordi, dab o'qituvchisi. Shu ma'lumotga tutadi meni. Shunga dab o'qitsa. Bir tarafdan usul o'rganyapsiz, bir tarafdan dab o'rganyapsiz, dab chilishni. Amma usulchi bo'lgandan keyin nurg'un dabning ritmlari, udari meni qallanadi. Anda bo'lgandan keyin uni tezligini oldingizda, tezla qo'lim kelib qoldi. Haqiqatan bu ko'p jihatdan tarbiyalanib ekansiz. Endi bu bir san'atkor uchun bek muhim deb o'ylayman, chunki hamma jihatdan to'liq tarbiyalangan vaqtda uningdan keyin shu san'atkorningki iqtidori texmi namoyon bo'ldi-da. Shuning uchun uningdan keyin bir fursat keldi. Endi Xinjiang san'at sho'yanga imkon bergan bo'ldik, shundaqmi? Shundan shu muqomning unalıq lentillari chiqayotgan mazgil endi. Charga muqominiki unalıq lentisini dadam setib ekan. Şu muqamning muqaddimasini anglab, endi qulog'imga shundoq bir chiroyli anglanib ketdi. Charganing muqaddimasi. To'xta, mushni bir uyg'unay deb bir oy o'rgandim endi shu vaqtda. Bu imtihonning borlig'ini bilmaysiz. Bilmayman, lekin men o'zim yaxshi ko'rganlikdan shu chaqda o'rganib ketganman. Imtihon birdigan vaqtda, imtihon qatnashadigan vaqtda shundan nima o'qiysa debdi. Dastlabda shundan hamda muqomning tekstlarini men jiq hamda davomli o'qib bermagandan keyin izmit qolmaydi ekan. Tayyorlik sal nimroq. Lekin boshqa naqsh o'qib beray deb muqomlar degan naqshni o'qib berdim men. Bizning shu ustoz san'atkor marhum Abdurim Ahmed o'qigan muqomlar degan naqshni o'qib berdim. O'qib bersam deb shundan birinchi qatimlik imtihondan o'tdim. İkinci qatimlik imtihon kelganda endi nima o'qib bersa dedi, shundan men Charganing muqaddimasini o'qib beray deb men tayyorlik qildim-da. 3 kun vaqt bor bizga. Tekstni qaytadan nim qilib, asl aslab shundan o'qib berdim. Shundan o'qisam ikkinchi qatimlik imtihondim shunda yaxshi berdim, o'tdim. 3-cü qatimlik imtihon yo'q o'xshaydi desam bor ekan. 3-cü qatimlik imtihon. Endi nima qilib birsa debdi. Men dutta bilan naqsh o'qib beray deb. Mana. Shundan dutta bilan shu Abdurim Ahmed ham o'qigan maylimi deb bir naqsh bordi. Shuni o'qib berdim. Ijodiy naqsha bu endi. Ijodiy naqshni birini o'qib beray deb. Shundan 3-cü qatimlik imtihonim tugidi. 4-cü qatimlik yo'q-da. Pek jiddiylashdim ham qanday qilamiz 4-cü qatimlik imtihonda niyamga tayyorlik qilamiz deb. Chaqirib dedim, hech bir chaqiriq kelmaydi. U chaqiriqni mening shu milliy usul o'qituvchim Xalmurat muallim akatdi bir kuni. Shunda qilib 1996-yili 10-oyda Xinjiang san'at sho'yanning tunji muqam o'rinlash kasbiga o'qishga keldim. 4 yil muqam o'rinlash kasbida o'qidim. Bək yaxşı oldu. Çünki həm də sizin balalıq, ösmürlük dövrlərinizin həmmisi degidək sənət mühitinin içində bolğanlığı üçün sizdə bir puxta asas oldu da. Şu puxta asas sizin Xinjiang sənət şöyrəndə texim yaxşı oxuşunuzğa türtkü oldu. Şu asas, şu təcrübələrinin türküsüdə bizim həm də bilimizdə, həm də savaqdaşlarınız, şundaqla sənət şöyrəndəki malumlar həmmisi sizni bək maqtab verdi. Abduqadir məktəbdə bək yaxşı oxuğan.
Əməliyyatda şu mijazning eg'ir besiq bo'lishimi foydasi bo'ldi. Jiq vaqtlarda o'zini şu muqam kasbiga, o'rinlash kasbiga beg'ishlatganlikdan o'yin tomoshalarni unutib qoldi. Lekin mana shuning natijasini ko'rdik, shundaqmi? O'qish bitagandan keyin o'zingizning a'lo natijangiz eng muhimi muqam va xalq naqshlarini voyaga yetkazib, o'rindashdak mana shunday bir alohidligingiz bilan Şinjan Muqam Ansambılğa, yani Şinjan Sanat Yurti Muqam Ansambılğa qabul qilindingiz. Bu mu biz uchun hayotimizdagi bir cho'ng burilish hisoblanadi. Cho'ng burilish. Eng hayajonlangan vaqtim Şinjan Muqam Ansambılğa shu xizmat ko'rlashga vaqtim. Muqam Ansambılğa kirgandan keyin hamda sizning kasbiy hayotingizga qanday ijobiy ta'sirlarni ko'rsatdi? Albatta, bu muhitda texmo biz yaxshi ko'radigan, faxrlanadigan, hurmatlaydigan ustozlar bor. Shundaq hamda siz kichigingizdan boshlab naqshlarini, muqamlarini, xalq naqshlarini anglab kelayotgan. Shundaq hamda yuragingizdan ularga masliginiz keladi. Shulardek bo'lsam deb o'ylaydingizda, mana darvaqa shular bilan birlashlaydigan fursat keldi. Bularning ta'siri sizga cho'ng bo'lgandi. Albatta. Men bu muqam ansambl kirgandiki mening kasbiy hayotimda eng cho'ng bir burilish bo'ldi endi. Haqiqatan shunday bo'ldi. Chunki maktab muhitidan ayrilib bir xizmat muhitiga kirgandan keyin bu yerda abay degandek biz kichik vaqtlarimizdan tortib sahnalarda, unalg'ulintilarda naqsini anglab, muqamlarni anglab kelayotgan bizning ustoz san'atkorlarimizdan shu Osman Ahmed deymiz, Dilshod Roydin, Bisat Topiz, Tunsa Slaydin, Timagul Qodir, Ahmadcha Aqdam qatorliq Arzugul Tursun deymiz. Shu qatorliq ustozlar bilan birga ishlash sharpiga endi muyassar bo'ldik-da endi. Muqam ansambl kirgandan keyin biz bevosita ustozlarniki, muqam ansambl shu ustozlarniki bevosita tarbiyalash bilan nurg'un muqamdagi inishga halqlarni, nurg'un endi puroqlarni, hissiyot jihatdagi narsalarni, nurg'un narsalarni bevosita anglab o'rganish orqali nurg'un narsalarni o'rgandim men. Albatta şu ustozlarning ajridan, tirishchanligidan, shundaqla sizning to'xtamay ilgirilishingizdan ayirib qarg'il bo'lmaydi. Shuning uchun hozir sizning sahnadagi holatlaringizni, muqam o'rinlagan, shundaqla xalq naqshlarini voyaga yetkazib o'rinlagan holatlaringizni ko'rgan vaqtda ustozlar sizdan jazman faxrlanadi. Mana biz tarbiyalagan shogird, o'quvchi bizning o'rnimizni besib, bizni hayajonlantiradigan bir holat kelibdi deb. Mushning o'zi bir katta natija. Shundaqla mush programmamizni ko'rayotgan bo'lsa-mu, ularimiz sizdan alamcha suyunayotgan bo'lish mumkin. Bu mu bir xo'shallik işte biz uchun. Uningdan boshqa o'qituvchi uchunmi, o'quvchisining natijasini ko'rishdan cho'ng baxt bo'lmasligi kerak. To'g'rimi? Shunday. Bak yaxshi bo'pti. Endi bizning mush to'rdoshlarimizdan bir qancha savollar bor ekan. Chunki bizning Abduqodir apandimni ziyorat qilganligimizni bilgandan keyin savollarni bizga qoldiribdi. Abduqodir apandim nurg'un yosh naqshchilar moda naqshlarni o'rinlab iqtisodiy asosga ega bo'lyapti. Mushunday vaqtlarda men yaxshi bo'lgandan keyin naqsh aytish uslubimni o'zgartirib baqay degan xiyollardan bo'lib baqdingizmi? Buni men burun o'ylashgan. Yangi xizmat chiqqan vaqtimizda. Lekin o'ylab baqsam mening naqshlarimning ko'pinchilari bir xil naytda salmog'i bor naqshlar ekan-ku. Qiyinlik darajasi yuqori ham. Eng muhimi shu. Salmog'i bor naqshlar ekan. MTV qilib baqaysam hech bir naqsham bir tushmaydi. MTVga tushmaydi ekan bu. Nech 7-8 yil oldingi gap bu ham gap. Lekin hozir men tayyorlik qilyapman. Kishga bir endi bir necha naqshlarimni hozir o'ylashyapman, shuni bir naqshning mayli mazmun jihatdan bo'lsin, boshqa jihatdan bo'lsin, MTV qilsam bo'g'dek naqshamni-ku. Shuni hozir o'ylashyapman. Albatta shu muqam ham xalq naqshlarini hamda yoshlarimiz yaxshi ko'radigan shaklda sunish uchun tirishchanlik ko'rsatasiz, shundaq-ku, ha. Shundaq. Undan boshqa ovozimni tushadigan ijodiy asarlar bo'lsa, buni MTVlashtirib
Bunun için yana halkımıza şunu tayyorlik qilyapmiz. Chunki men bunda o'ylayman, muqam bilan xalq naqshlarini voyaga yetkazib o'rinlayolgan san'atkor uchun ijodiy naqshlarni o'rinlash tez emas, to'g'rimi? Shundoq. Shuning Biz uchun san'at köyende o'qiyotgan vaqtimizda bizningki o'qituvchilarimiz ashta bir deytichu. Ilham ismida bu gap. Muqam o'qigan naqshchi har qanday naqshni o'qiy oladi dedi. Chunki muqam urilmak, xalq naqshini urilmak tez. Haqiqatan tez. Bunu ügünüş üçün nurgun jarayon ketidi. Mandaqcha aytgan chaqda xalq naqshlarini hamda men xalq naqshlarini ko'proq o'qidim. Xalq naqshlarini ügünüşning o'zi bir ayrim bir fan desak bo'ladi hamda. Chunki bizda hamda har yurtningki o'zi xos alayligiga naqshlarimiz va xalq naqshlarimiz bor. Mush naqshlarni o'zining turqi bilan, o'zining hissiyoti bilan urlab chiqish oson emas. Şuna bunu ügünüşki to'g'ri keldi. 5-10 yil hatta 10 yil vaqt ketdi. Hatta ba'zi narsalarni bir ömür ügünüşkim ketdi bizning makasibda hamda. Shunda bo'lib chiqqan chaqda undan san'atkor, undan naqshchi bo'lib yetishib chiqadigan gap. Endi yana bir to'rdishimizdan savol bor ekanda. Bu savolni bak yaxshi. Ya'ni Abduqadir apandim, siz muqam ansambli sahnalashtirgan cho'ng tipdagi asar muqam yeslarda bosh rol oldingiz. To'g'rimi aslida? To'g'ri, ha. Undan boshqa Şinjan San'at Yurti Opera Teatr ömrüge qayta sahnalashtirgan Mustaqqa kelgan mehmon nomli muzikalik teatrga qatnashdingiz. Endi bundan keyingi san'at hayotingizda aktyorlik tarafga qarab tayyorlik qilishni o'ylashdingizmi debdi. Bir kuni idoramizning boshlig'i Pulpurttu Selçuk'taki şundaq operamik verip rapis qatnasa degan bu nima rapis so'g'iydi deb borsam shundan shu Mustaq kelgan mehmonniki rapiskan jubirni qulam tutqizib qo'ydi. Shunga mani ko'y deb ko'rsam bu mundaroq yana obraz Taşmehmet deb turdi hamda ismim. Ben Bencan. Muşu siniki sen oynayan rolünün obrazı muşu deydiğin gepin muşu günce sen tayarlık sana buldu dedi. Cübünü kürep lekin sel kayıp gittim. İlgirkinde bir ters iş yoluqtum benim. Bu 15 günün içinde ben bu nesini qanday çıkırıp bulamam. Muşunçular cübünü doğ qarsam deydiğin geplerim mi? Az emas. Az emasdek turdu. Şuna o qanday qilaman deb uyga bağıça, ertesiyen qaytib idarəyə bağıça, operamaya bağıça oylandım. Ey qandaq qilaman, men muşunu Hüdüsüdən qalamanmı, çıxanmasmanmı? Harbini obraz ekan. Ey qandaq qilaman, men tutub turayım ekan ya, deb dedim cuma. Shu Özünüz dedinizmi yoki uni? Deycan akıdan baki. Başlıqı dedim da. Ey men çıxalamanmı, çıxanmasmanmı, tutub turayım ekan ya akıdan. Vay ufkam deb anqıça bu Amir başarılı çıkmakçı olan Muzatça elimiz geldi. Aka siz 3. perde ülep gitsiniz, tügep gitsiniz. Tek ensirep getmem de. O sizin deyden gitmeniz cıklemez. Nakşlarınız mı bek cıklemez. Lakin asaslık okuyduğun nakşlarınız 3. perde, 3. perdede cık. Kagan mı 1. 2. perde cıklemez. Depti. Onda o yer bir qıtım körep. Qarsam ras 3. perde mən ölep dikən mən. Onda olsa ölep tıqaş olsa bulu dikən. Onda olsa ma yallayğan gipim təsəməskə. Sel qısıqkə onda olsa. Əgər şu sizlərdən gəplən ornağa naqş olğan bolsa, yenə çataq yox deyə. Lakin mən bundan burunda dövlət qıldı mən onda nəsə onda rol çıxmağan, onda əsərlərini oynab baxmağan degan. Əlbəttə, həm də dəmalqa, həm də oyuldum da mən, həm də bu nəsini qandaq qilaman, bu oynayamsam, bunu ödüsünü çıxamsam qandaq qilaman. Yəni nəsə oldu da. Bu rolun axırı, əştaq ustazların yetəşligində
Hep çıktım da. Ha. Muvaffaqiyatli o'ynab chiqdim endi. Endi siz uchun yana bir qitimliq o'rganish jarayoni bo'pti. Mayli boya degan muqom yeslari asrda bo'lsin va yoki Mustaq kelgan mehmon nomli muzikalik teatrda bo'lsin. Bu ikki endi asarda birinchidan aktyorlik jihatdagi bilimlaringiz texmi oshdi. Undan boshqa eng muhimi davlat til saviyangizni yana bir baldaq yuqori ko'tarildi desak bo'ldi. Shuning uchun har bir qitimliq shu sahna turmushi, sahna tajribasi biz uchun o'rganish jarayoni bo'ldi-da. Shundoq. Bizim tomoshabinlarimizning savol so'rag'isi kelib ketdi. Abduqodir, qanday bo'lsa tomoshabinlarimizning qanday savollari bor ekan, anglab boqaylik. Abduqodir aka, yaxshimisiz? Kichikimdan tortib sizning naqshlaringizni nayt yoqtirib anglayman. Eli qiz bo'lish sifatim bilan sizni so'rab baxsam, siz nimishqa eli xalq naqshlarini aytmaysiz? Buning bir sabab bormi? Burun hamda shu xizmatga qatnashgan vaqtlarimizda hamda fikrda pishib yetilmagan kasbiy jihatda ko'z qarashda hamda sal ojiz bo'lgan bo'lsak hamda yildan yilga fikr pishib yetilgan gapkan ko'z qarashda o'zgarib mang'an gapkan unda bo'lgandan keyin men faqat el xalq naqshlarini sanida unalg'il tillarda videolarda shuninglar o'qimagan yerim bor lekin men odatda uylarda saboqdoshlar yig'ilishi bo'lsa bu faoliyatlar bo'lsa lekin dutta bilan men el xalq naqshlarini o'qiyman. Aka sizdan so'rab baxsam, shu nurg'un san'atkorlarimiz shu o'zining hamrohi bilan bir kasb bo'lgan. Undaqda sizdan so'rab baxsam, sizning ayolingizmi shu san'at kasbi bilan shug'ullanadi? Mening ayolim bo'lsa, o'zi burun lekin mush kasb qilgan bizning kasbda, san'at kasbida. U usulchi. Menga o'xshash birinchi o'qigan kasbi usul kasbida o'qitgan. Aqsu viloyatlik madaniyat san'at maktabining usul kasbini bitirgan. Keyin o'zining yana boshqa qiziqishi bo'yicha kasb almashtirib tijorat kasbi bilan shug'ullanadi. Qashqardagi Hikoya nomli filmning naqsini o'rindabsizga, mumkin bo'lsa mushnaq maydon yana bir qatim o'rindab bergan bo'lsangiz. Yarim gelmedi Ömrüm küttüm nigarni Bu yerge yarim gelmedi Gönlü ak tini var Kalbi baharım gelmedi Gönlü ak tini var Kalbi baharım gelmedi İzsem kökte bir kip Sökreyum tuzum kini İzsem kökte bir kip Sökreyum tuzum kini Gözlerim arkamda kaldı Kuş intizarım gelmedi Gözlerim arkamda kaldı Kuş intizarım gelmedi Yürüp çölle ara Yarim hep yan izledim Ben
yürüp külle ara yarim her yan izledim Velikin havlim bırakta ruhsarı günler gelmedi Velikin havlim bırakta ruhsarı günler gelmedi Kılsa sefer garip taman Kokanige Harviniyim Kılsa sefer garip taman Kokanige Bir gülden gül tizip Kaşım yuz yar gelmedi Bir gülden gül tizip Kaşım yuz yar gelmedi Kaşım yuz yar gelmedi Kamera kino apchig'i nechiz minglagan abunchi qilgan kinolar jamgohi. Qo'lingizda yanfili bo'ladigan xuddi rivoyatlardagi jahannama aynigidek xilma-xil rangdar mazmunlar ko'z oldingizda namoyon bo'lib, turmushingizga o'zgacha ma'nolarni qo'shib, sizni olamcha xushal qiladi. Kamera kino apchig'i. Xalq naqshlarini o'rinlashda haqiqatan hamda alayligingiz bor. Bo'lib hamda xalq naqshlarining ichida Qashqar xalq naqshlarini Bekrek yaxshi o'rinlaydi deydi bizning anglag'uchilarimiz. Albatta bu mening hamda to'yg'imda menga bergan ta'siriyatingiz. O'zingiz boshda o'ylamsiz? Tomoshabinlarimiz ko'pinchilari siz Qashqarning naqshlarini jib o'qiysiz. Siz Qashqardanmi deb so'raydi. Sizning yutungiz Qashqardanmi deb so'raydi. Ya men Aqsudan, Aqsudan bo'lgan. Sen deb Qashqarning naqshlarini jib o'qiydi ekansiz deydi. Emniyette biz ağırmaslıqımız gerek. Meyli Qashqarning olsun, meyli vücudunun olsun, emis Uyghur xalq naqshlari hamda bu. Şoňa hamda men özüm kasbi bir naqshi bolgandikin, hem muş kasbda o'qigan bolgandikin, meyli janubning bolsun, meyli shimolninkin bolsun, cho'qim bu narsalarni men o'rganishim kerak, etishim kerak. Deb o'zimga talabni ashta qo'yman hamda. Cho'qim yaxshi egallashim kerak deb o'ylayman. Shu hamda Qashqar xalq naqshlarida hamda puraqni pek yaxshi iluydigan o'xshaysiz. Ya shuningga hamda nimishqa Qashqarlikmi siz deb so'rashdiki sabab shuda. Chunki siz mush Qashqarda o'sib bitilgandaklar ham to'yg'i beribsiz. Lekin men hamma yurtning naqshlarini o'qiyman. Hamma yurtning naqshlarini o'rgangan. Men nimdiginiz bu deb xapib kelsangiz menga hammasi bu Qashqar xalq naqshlari emas, hamma xalq naqshlari yaxshi o'rinlayman deb. Shuna yaqinda taqim shu mabaynida Beijing Millatlar Unsun nashriyoti tarafidan nashr qilingan shu Uyg'ur xalq naqshlari degan shu plastikada men hamma yurtning naqshlarini o'qib chiqdim. Wow. Bugün Abduqadir bilan paranglish jarayonida menda Abduqadirga nisbatan yangi tushunchalar paydo bo'ldi. Meningcha ko'rmanlarimizmi mendek o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Faqat biz ekranlarda, sahnalarda Abduqadirni bir naqshchi deb o'ylaydik. Faqatlam bir naqshchi deb o'ylaydik, lekin bugun programmamiz orqali haqiqiy sizning har jihatlardan pishib yetilgan mukammal bir san'atkor ekanligingizni his qildik. Mana o'sib yetilgandan boshlab toki hozirgacha mana san'at hayotingizni eslab o'tdik. Mayli naqsh o'rinlash, usul, aktyor va yoki boshqa san'at turlarining hammasini degidek o'zingizning tirishchanligingiz bilan o'rganib chiqibsiz. O'rganganning hamon foydasini ko'ramiz, shundaqmi? Shu oxiri tirishchanlikning natijasida hozir Şinjan san'at yurti muqam ansamblining eng g'olliq artistlarning biri bo'ldingiz desak bo'ladi. Uning muqam varisi degan bu nomni hamma odamga berivermaydi. To'g'rimi?
Bunun üçün muamdi siz zor bedel töldünüz, tırışçanlıq göstərdiniz. Şunun üçün mana muşu katta şan-şərəflərə erişdiniz. Sizge bolğan hörmətimiz texmi açdı. Proqramımız arqılıq ekran aldığındakı görmənlərimizdən mu sizge çoxum güzel tiləklərini tilgisi bar. Barça işləriniz özünüzün oylığınızdək güzel bolsun. Rəhmət Abduqadir. Rəhmət. Rəhmət. Ekran aldığındakı qadirli görmənlər, şunaqlar naq meydandakı tamaşbin dostlar, həftəlik səhna proqramımızdan bu sani müşahidə ayaqlaşdı. Kingsan proqramımızda biz yana qaysı çolpunumuz bilan paranglışımız ki, yaqınlar davamlıq həftəlik səhna proqramımızda bolsun. Kingsan görüşəylik, xeyir xoş. Xeyir xoş. Azizane diyarım var, vay Kaşkede makanım var. Şemşekdan ketken Kaşkenin anari var. Kaşkenin anari var. Encüri acep şirin kümmüllük bahari var. Bağdı kızıl leylim var, aş can yar meylim var. Bağları toğaçlar, rengdar kızrip pişkan. Rengdar kızrip pişkan. Azizan Kaşkenin oğul kızları işcan. Azizane Kaşkenin oğul kızları işcan. Bağdı kızıl leylim var, aş can yar meylim var.